Hop, avvallari deyarli borish odamlarning orzusiga ham sig'magan. Vaqt o'tgan sari hop, 6 oyda borish imkoniyati tug'ilgandan keyin juda ham xursand bo'lishgan. Ha, xayriyat. 6 oyda borib kelar ekanmiz deb. Yana vaqt o'tdi, texnikalar paydo bo'ldi, avtobus, yengil mashinalar paydo bo'lganda bu 3 oyga ko'chdi. Chunki issiq o'lka, sovuq o'lkalar bor. Damoli bor 3 oyga ko'chdi. Keyin yana zamonlar rivojlanib, texnikalar kuchayganda 1 oyga ko'chdi. 1 oyga ko'chganda avvalgi 6 oyda borishliklar, 3 oyda borishliklar rutinki insonlar og'ir tuyulib qoldi, nihoyat og'ir tuyuldi. Keyin mana zamon rivojlanib, hozirga kelganda bir kunda borib kelinyapti. Shu umra safariga aytmoqchi bo'layotgan gapim boshida aytmagan ekanman. Telefonam jirinlab ketdi. Hozir bir shunday farovatli mazza zamonga yetib keldikki, 7 soat, 8 soat deganda Makka Mukarramaga yetib boryapmiz. Endi avvalgi holatga qaytadigan bo'lsak, 6 oy, 7 oy, 1 yilda boradiganlar taxminan hozirgi hisobga olganda bir 6 ta yoki 7 ta molni puliga, kattagina yaxshigina novvosti puliga ketishgan. Bu zamon o'zgarib, rivojlangan sari borishlik ham oson bo'lgan, pullari ham oson bo'lgan. Hozir mana 7 soat, 8 soatda yetib boriladigan bo'lsa, atiga 1100, 1000, 1200 har xil narx o'ynab turadi. Bir dona qo'ydi puliga yoki kichkina bo'zakchani puliga hozir bemalol borganda ham 14 kun safar qilib, 14 kun davomida yeyishingiz, ichishingiz, oziq-ovqatingiz, kiyim-kechak, xullas hammasi shuning ichida mujassam. Hali 6 oy ketganlarda na elevoshi bo'lgan, na bir oziq-ovqati, na bir yotish turishi tayin bo'lgan. Birontasi bo'lmagan. O'sha borilganda u yerda arab nimalar elevoshlar kutib olishgan, amallarni o'shalar bilan birga yurib bajarishgan. Hozirchi, hozir shunday nima deydi, zamonlarga yetib keldikki, mana shu joydan elevosh qo'lingizdan ushlab olib borib, ibodatini qildir, yana qaytarib olib kelib qo'yapti. Undan tashqari 5 litr zamzam suv berishyapti. Biz shunday yengil zamonda 8-sanadan foydalanib, birinchi qaldirg'ochlar qatorida umra safariga Abdurahim janoblari bilan yo'lga otlanyapmiz. Hamsafar bo'lsalaring, birga ziyoratlarni qilib, duolarni qilib qaytib kelardik, xursand bo'lardik. Salomat bo'linglar. Kelaverasizlar, pasport bersangiz bo'ldi bizga. Masjidul Holiday joyimizda registratsiyadan o'tasiz, to'lovlar shu joyga bo'ladi. Mag'londagi o'sha O'ram choyxonasining yonida, Diyor to'yxonasini bitta nima bor xolos, obyekt bor xolos oladi shu joyga.